اسمع اكبر غلطك حياتي. واتي Choy ichaylik. qo'rqitib yubordingiz. Sal deb keling. Nima aytdi? Yarim soatdan beri deb turibman Shahlo. Qo'rqib ketdim, piyolayam sindi. Yo, hozir men aydormanmi? Men aydormanmi? Siz qo'rqitib yubordingiz meni. 2 soat bo'ldi. Qachon nomerni yozib ketmagan. Akajon, ming bordir, hozir olaman. Magazinda qolib Seni ketdim. mashinada chiqolmayapman. Odamlarga ham hayronsan, Nima baqirasiz? Ayol kishi ekan, ishi bilan kirib ketgandir. Shahlo 2 soatdan beri kutib o'tiribmiz birga. Nima qildi aytayapti-yu, sharoitini tushuntiryapti. Baqiraverasiz, yuring. Ye, onasini emsimi kim tomon bu? Hozir shunda yana men aydormanmi? To'xta. O'zim qo'lim bilan pul berib turib endi yalinib yurmayman, oyog'im bilan. Voy, aka siz jinnimisiz siz? Kuyovman, ko'zingizga qaraysiz, bo'lmaydimi? Nima vahima qilasiz? Qo'lida mana issiq kofe kelyapti. Siz qarang ko'zingizga. Sen yana ular tomon bo'lyapsanmi? Ertalabdan beri nima qilyapsan o'zi? Ertalabki voqea sizdami? Qochay, hozir puli yo'q. Yaxshi keldingizmi demoqchidirman. Shunga qiyshayapsanmi sen? O'zi nima qilmoqchisan sen pulni? Xonsaroyda 1+1 aksiyasi ketyapti ekan. Agar shirin hayot loyihasidan bir xonali xonadon sotib oladigan bo'lsak, ikkinchi xonadonni ham yutib olish imkoniyati bo'lar ekan. Ha, zo'r ekan, lekin hozir baribir pulim yo'q. Hammasi shulan, aka. Rahmat, aka. Ko'zingga qarasam bo'lmaydimi? Ha, shunda hozir yana men aydormanmi? Конечно. Voy, aka, uzr. Mani orqam borib oyog'ingizga tegibdi. Xohlasiz ikkinchi oyog'ingiz bilan ham teping.